Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, akalar, ukalar, opa-singillar. Bugun pre-workout energetiklar haqida gapirib o'taman. Bugungi obzorimiz energetiklar, ya'ni pre-workoutlar haqida, pumplar haqida bo'lib o'tadi. Xo'sh, videoni oxirigacha ko'rishlaringizni tavsiya qilaman, chunki bugun juda ham ko'p narsani bilib olishingiz mumkin. Demak, pre-workoutlar o'zi nima? Pre-workout bu mashg'ulotdan oldingi ichiladigan kompleks, ya'niki siz ma'lum bir mashg'ulotingiz bor, trenirovkangiz bor, lekin o'zingiz aytaylik juda ham charchagansiz, hattoki uyqungiz kelyapti, energiyangiz yo'q, og'riqlaringiz bor, lekin trenirovkangiz bor, qilmasangiz bo'lmaydi. Yoki holatingiz yaxshi-yu, faqatgina trenirovkadagi rejalaringiz hozirgi holatingizga nisbatan ko'p, nagruzkasi baland, qiyin, o'zingizni energiyangiz yetmaydi. Shuning uchun qo'shimcha yordam kerak yoki oldinroq aytib o'tganimdek, ayrim insonlar o'zi sohasi boshqa, faqat o'zi uchun trenirovka qilishadi. Ertalabdan kechgacha ishlaydi yoki o'qiydi, yoki ham ishlaydi ham o'qiydi. Mana shularga kechqurun zalga kelganida kun davomida ishlab, o'qib charchagandan keyin o'zida mador qolmaydi. U vaqtda albatta energetik ichib, pre-workout ichib, keyin shug'ullanish kerak. Juda ham asqotadigan nutrientlardan, ya'ni ichiladigan komplekslardan biri shu pre-workout hisoblanadi. Agarda jiddiy shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, hattoki o'zingiz uchun havaskor holatda bo'lganda ham trenirovkani jiddiy olib bormoqchi bo'lsangiz, yaxshi natijalarga erishmoqchi bo'lsangiz, albatta formani olganingizdan keyin asosiy kostyak formani oldingizki, u yog'i sekin nagruzka berib, shunga qarab rivojlanasiz. Agar doim yengilgina, oddiygina shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, nagruzka qilmasdan unaqada ko'rinishingiz rivojlanmaydi. Oddiygina sog'ligingiz uchun mos bo'lgan fizkulturadek bo'lib qoladi u. Unaqa bo'lsa, to'g'ri, pre-workout shart emas, energetik shart emas, lekin kim jiddiyroq, boshqacha bir ko'rinishga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, misol uchun o'zingiz uchun yoki kimdir sohasini almashtirib, aktyorlikka o'tishligi mumkin yoki model bo'lishligi mumkin. Ularga o'zi seryozni shug'ullanish kerak. Sportsmenlar va bodybuilderchilarga ham shu jiddiy bo'ladi mashg'ulotlari. Shu uchun mashg'ulot oldi komplekslari ichish albatta doim kerak. Endi to'g'ri, ayrim vaqtda qachondir bitta joyga ishlagan vaqtda muskullarda va o'sha kuni yengilroq ishlash rejasi bo'lsa, yengilgina, o'sha vaqtda o'zingiz borib trenirovka qilsangiz bo'ladi, energetiksiz. Lekin agar jiddiy trenirovka bo'lsa, planda, rejada, unaqada oldin energetikingizni ichib, keyin zalga borasiz. Yana bitta maslahat beraman, iloji boricha bitta energetikka o'tirib qolmang. Ya'ni qaysi ma'noda? Boshida birinchi marta boshlagan vaqtda oddiyroq, dozasi pastroq, ya'ni qanday desam, shunaqangi komplekski oddiyroq, kuchli emas variantlarni o'shadan boshlang. O'sha kuchli bo'lmagan variantlardan boshlang. Nimaga deganda, hali yaxshi formaga ega emassiz, hali endi birinchi marta ichishni boshlayapsiz. U vaqtda oddiysi ham sizga yaxshi ta'sir qiladi. Borib o'zi doim, yana kunora bo'ladimi, haftada 2 kun bo'ladimi, lekin doimiy ravishda yillab shug'ullanadigan bo'lsangiz, mana shunday vaqtda keyin jiddiyroq yaxshi energetiklarni iste'mol qilsangiz bo'ladi. Misol uchun, psixotik degan dunyoda mashhur bo'lgan, top reytingni baland o'rinlarda turadigan, qaysidir yillarda birinchi o'rin, qaysidir yillarda ikkinchi o'rin, deyarli top 3 talikka kiradigan psixotikni tavsiya qilaman sizlarga. Chunki nimaga deganda, buni ozgina hissa ham, ozgina miqdori ham, ozgina o'zi 6-5 grammi ham yaxshi energiya beradi, yaxshi natija beradi. Juda ham ko'pchilikka yaxshi natija beradi va ta'mlari ham yaxshi. Ya'niki ayrim turlar bor, pre-workout komplekslarida ichganda ozgina ta'mi yoqmay qolishi mumkin, odamni qusgisi kelgisi mumkin, lekin bu variant unaqa emas. Bu yaxshi ketadigan
ta'mi yoqimli, ishlashi ham zo'r. Variantlardan biri pump degan mahsulotlar bor. Ko'pchilik o'ylashadiki, pump boshqa narsa, pre-workout boshqa narsa deb o'ylashadi, lekin o'zi pump ham pre-workout. Nimaga deganda pre-workoutlarning o'zi pump beradigan narsa citrulin malat bilan arginin pump holatiga keltiradi. Ya'niki pump nakachka degani. Pre-workoutlarda ham citrulin, arginin bo'ladi, pumpda ham shunday. O'zi pumpni beradigan narsa citrulin bilan arginin-ku. Shuning uchun energetiklarni ham pump deb bo'ladi. Eng asosiysi iloji boricha har xil pre-workoutlarni sotib oling, xarid qiling. Ya'ni qaysi ma'noda? Misol uchun birinchi marta boshlagan vaqtingizda oddiyroqni olasiz. Keyinchalik bu ta'sir qilma qo'yganda bir loshkasi уже 2 loshka solib ko'rasiz, iste'mol qilasiz. Agar yaxshi ishlayotgan bo'lsa, o'shani iste'mol qilsangiz bo'ladi. Yoki yana 1-2 marta o'sha 2 loshkasi ham unchalik ta'sir qilmasa agar, keyingi safar boshqa pre-workoutni sotib oling. Uni ko'ring, qanday sizga ta'sir qilyapti, natijasi qanday. O'sha yangisi qutisi tugadimi? Keyingi safar yana 3-chisini oling. 4-safar 4-chisini oling. Bir 10 xilini 10 martada 10 xilini almashtirib ko'rsangiz bo'ladi. Mana shundagina siz har xilni iste'mol qilib ko'rganda aynan o'zingizni organizmingizga, o'zingizning holatingizga qaysi biri yaxshi ishlaydi, qaysi biri uyqungizga ko'p ta'sir qilmaydi, qaysi biri ta'mi ham ishlashi ham sizga mos bo'lgan variantligini bilib olasiz. Sport ozuqalari ishlab chiqaradigan kompaniyalar, zavodlar juda ham ko'p, dunyo bo'ylab juda ham ko'p va u rivojlanib bormoqda. Shu kompaniyalarni ichida, ya'ni ishlab chiqarishida har xil sport ozuqalari, vitaminlar, nutrientlar, kerakli vitamin, minerallar, har xil komplekslar vazn olish uchun, mushaklar o'stirish uchun, vazn tashlash uchun deyarli hamma narsa ishlab chiqaradi. Sog'lik uchun kerakli, sport uchun kerakli, energiya uchun komponentlar, preparatlar, ya'ni mahsulotlari bor. Pre-workout nima? Ya'ni bu pre-trenochniy kompleks, ya'ni mashg'ulotdan oldingi ichiladigan, iste'mol qilinadigan kompleks, jamlanma. Ular kompaniyaga qarab tarkibi har xil bo'lsa-da, garchi har xil bo'lsa-da, o'xshashlik komponentlari ham bor. Keyin o'xshamaydigan, bir-biridan farqli bo'lgan sostav tarkiblari ham bor va ammo maqsadi bir xil. Ya'niki ko'pchilik misol kim sportsmenlarda ko'p nagruzka bo'lsa, har kuni trenirovka yoki kuniga 2 mahal trenirovka, kimda yoki havaskorlar bo'lsa, o'zi uchun trenirovka qiladiganlarga sutkada ko'p soat davomida o'zi ishlaydigan yoki o'qiydigan kishilar ham mana shu ishidan, o'qishidan bo'sh bo'lgan vaqtda kechasi zalga borib qatnab shug'ullanadiganlar bor. Undan tashqari professional sportsmenlar yoki og'ir jismoniy mehnatda ishlaydiganlar uchun ham bu narsa kerak. Pre-workout energetiklar. Demak, hammasining tarkibi har xil bo'lganligi uchun va insonlarning organizmi ham har xil bo'lganligi uchun ayrim insonlarga, misol uchun Explode to'g'ri kelsa, ayrimiga S4, C4 to'g'ri keladi, ayrimiga boshqa, ya'niki hammaga har xil energetiklar mos keladi. Hammaga ham bitta variant mos kelavermaydi. Misol uchun eng mashhur, eng zo'r pre-workout ko'pchilikka zo'r bo'lishi mumkin, lekin ayrim insonlarga umuman ta'sir qilmasligi mumkin, chunki u maxsus bir o'sha komponentlari to'g'ri kelmasligi mumkin tarkibidagi, yoki aynan o'sha odamga to'g'ri kelmasligi mumkin, yoki allergiyasi bo'lishi mumkin, yoki hozirgi davrda bu narsalarni 2-chi, 3-chi, 4-chi sortlari yoki polo original falshifkalari ham ko'payib ketgan. Mana shu holatga tushib qolishingiz ham mumkin. Ya'niki siz o'ylaysiz original sotib olyapman deb o'ylashingiz mumkin. Aslida u qalbaki mahsulot ham bo'lishligi hech gap emas. Ishonchli manba, ishonchli joy, ishonchli do'kondan olishingizni va aynan mutaxassis bo'lishligi shartligi siz uchun yaxshi, maqsadingizga muvofiq. Misol uchun dunyoda eng mashhur bo'lgan Besen kompaniyasining No Explode pre-workout energetiki bor.
Bu legendarniy, afsonaviy, chunki dunyoda eng birinchi bo'lib sportiv taniq kompaniyalar ichida eng birinchi bo'lib pre-workout energetiklarini ishlab chiqarishni boshlagan kompaniya mana shu. Va aynan shu Explode birinchi chiqqan. Demak, buni tarkibida komponentlar, nutrientlar juda ham ko'p. Vitamin, mineral, elektrolitlar, kreatin, beta-alanin, sitrulin, kofein ketaveradi. Endi bunda tarkib moshina. Ammo lekin degan joyi bor. Aynan Amerikaning o'zida, o'zining ichki bozorda o'zining davlati uchun ishlab chiqaradigan varianti juda ham zo'r bo'ladi va undan tashqari buni filiali Buyuk Britaniyada ham bor va shu Buyuk Britaniyada ishlab chiqariladigan Explode alohida Yevropa uchun uni ham sifati zo'r, u ham yaxshi ishlaydi, uni ham olsangizlar bo'ladi. Ammo buni ishlab chiqaradigan davlat Osiyo mamlakatlari uchun alohida pastroq sortlardagi mahsulot, ya'ni Explode'ni ishlab chiqaradi, ya'ni eksport variant. Ko'p holatda u Dubayga yetkaziladi va o'sha yoqdan dunyo bo'ylab tarqaladi. Mana shu varianti oddiyroq, u ko'pchilikka to'g'ri kelmaydi, ko'pchilikka mos emas. Explode'ning originali ta'mi ham o'rtacha yaxshi, ishlashi ham yaxshi. Juda ham mashhur, populyarniy energetiklar. Uni originali bo'lsa, bemalol qo'rqmasdan olsangizlar bo'ladi va bu выгодный energetiklardan biri, ya'niki anchaga yetadi. Bir olasiz, anchaga yetadi. Aktiv bo'lishlaringizni so'rab qolaman. Kanalimizga podpisatsiya qilib, nima haqida ma'lumot berishimni, nima haqida bilib bo'lishlaringizni, xohlashlaringizni kommentariyalarda yozib, aktiv bo'lib, layklarni bosib, aktiv bo'lishlaringizni so'rab qolaman. Bu nima uchun? Chunki mana shu sizlar uchun qo'yilayotgan postlar, video obzorlar foyda, naf berayotganligidan xabardor bo'lishligimiz uchun aktiv bo'lishlaringiz kerak. Agar podpisatsiya, layklar bosilsa, kommentariyalar yozilsa, demak auditoriya uchun qiziq bo'layotganligi va auditoriyaga kerakli narsa berib bilayotganligimizni dalili bo'ladi bu. Shuning uchun aktiv bo'linglar.